Agar mushu hadisga amal qilinish bir jamiyatda tashlanib qolsa, jamiyat chiriydi, buziladi. Va shundaqla u jamiyatga Allohning azobi loyiq bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom agar insonlarga o'zlari da'vo qilib kelgan hamma narsa pok surishti qilmay, shohid surishti qilmay bilib beradigan bo'lsa, ba'zi kishilar boshqalarning mollari va jonlari ustida haqqi borligini da'vo qilgan bo'ladi. Qo'l bilan tusash, so'z bilan tusash va shundaqla qalb bilan tusash masalasida har xil tushunadiganlar bor. Masalan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسقانداشlar Hammalar hoş geldinglar. Allah'ın rahmeti ve fazlı bilan biz yana şu İmam Navaviyningki 40 hadis namli kitobidan kelgan yerimizning davomini o'qiymiz. Qanchinchi hadis kelgan to'qaysinlarni esida bor? 32 hadis keldi. 32 hadis keldik. Biz o'tgan haftada 31 hadisni o'qigan, endi 32 hadisni o'qiymiz. Bizning bugun o'qiydigan hadisimiz islom qoidalarining, ya'ni hukm chiqarish qoidalarining eng muhim asoslaridan birini bizga o'rgatadi. Islomdagi nurg'ulg'an hukmlar mushu hadisni asos qilgan qoidaga asosan chiqariladi. U bo'lsa qaysi? Biz avvalan hadisni o'qiylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ana Abi Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol. Sa'id ibn Malik ibn Sinan al-Khudri din naql qilindi. Hakikaten Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. La darar ve la dirar. Hadis tüküdü. Bu İslam'daki hüküm çıkışının en çok menbesi. La darar ve la dirar. Ne degan gap? Özünüzge ziyan selish yok, başkalarga ziyan selish yok İslam'da. Siz ihtiyarsız halda başkalarga ziyan etkisiniz mi bo'lmaydi, qasddan etkisiniz bo'lmaydi. Sizga başkalar ziyan etkizmagan bo'lsa-mu, ziyan etkisiniz bo'lmaydi. Sizga başkalar ziyan etkizgan bo'lsa-mu, musulmonlar orasida siz uningga ziyan etkisiniz bo'lmaydi degan mushkil ma'nolar chiqadi. Birinchisi qaysi? Özünüzge ziyan etkizish bo'lmaydi, başkalarga ziyan etkizish bo'lmaydi. İkinci ma'nosi ihtiyarsız halda, ya'ni qasddanlik yo'q holda ziyan etkizish bo'lmaydi, qasddan holda ziyan etkizish bo'lmaydi. Uchinchi ma'nosi, sizga birisi ziyan etkizmagan bo'lsa-mu, ziyan etkizish bo'lmaydi. Sizga birisi ziyan etkizgan bo'lsa-mu, ziyan etkizish bo'lmaydi. Mana mush qoidaga asosan bir qancha hukmlar chiqadi. Masalan, biz ixtiyorsiz holda boshqalarga ziyan etkizish desak, hozir ishxonada biz varanchurun qildik. Boshqalarga ziyan etkizishni biz qasddan qildikmi? O'ylamadik, shundaqmi? Ammo bizning varanchurumizdan aslimizga qo'shnimiz yoki ustimizga qo'shnimiz ziyon uchirdi. Ya'ni ruhiy jihat ziyon uchirdi. Uxlamadi deylik masalan. Bu to'g'ri emas. Biz uxlamaylik qilmadik-ki, desak bo'lmaydi. La darar. İxtiyarsız halda qasdlik bo'lmasa-mu, yana ziyon etkizishga bo'lmaydi. Yana bir ma'nosini aytsak, o'zingizga ziyon etkizish bo'lmaydi. Masalan, tamaki chekish desak, ba'zi kishilar deydi. Tamaki chekishning nerede bor bo'lmaydi deb. Hadisda bormi, Qur'onda bormi deydi. Mush hadisda bor. Hadisda dedi, o'zingizga ziyon solishga bo'lmaydi, boshqalarga ziyon solishga bo'lmaydi. Chunki tamaki chekish o'zingizga ziyon solganlik. Shundaqla yerinizda o'ltirgan atrofingizdagilarga isni buritib, ularga ziyon solganlik mush hadisga asosan harom bo'lmaydi deymiz. Uchinchi ma'nosi bilan elib aytsak, sizga birisi ziyon yetkizgan bo'lsa-mu, uning ziyon etkizish bo'lmaydi. Ziyon etkizmagan bo'lsa-mu, ziyon etkizish bo'lmaydi. Ama ziyon etkizmagan bo'lsa, uning qanday ziyon etkizish bo'lmaydiganligini aqliy jihatdan bilamiz, shundaqmi? Ama ziyon etkizgan bo'lsa-mu bo'lsa, bu urush holatidagi emas. Nurun musulmonlar jamiyatida sizga birisi yomonlik qildi. Islomda sizni uningga yomonlik qilishga buyurmaydi. Islomda musulmonlar orasida zahar bilan qaytarilmaydi. Balki zahar yaxshilik bilan qaytariladi. Yomonlik qilgan odamga islom bizni yaxshilik qilishga buyuradi musulmonlar ichidan bo'lsa. Masalan, Alloh taolo Qur'on karimda dedi: "Idfa' billati yahsan." Sana yomonlik qilgan odam qarta yaxshilik qilgin. Fa izallazi baynaka va baynahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Ana shunda qilsang, sen bilan uning o'tirsa adovat va odam yaqin do'stlardan bo'lib qoladi. Ya'ni bu oyat bizga dushmanni do'stqalantirishninki yo'lini ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni bizga boshqa ziyon solgan bo'lsa-mu, uning ziyon solishga bo'lmaydi. Hadisning mazmuni qaysi? Demak, bu o'zi shunda ixcham hadis bo'lsa-mu, nurg'ulg'an hukmlar dinimizdagi, bo'lib bugungi kunimizdagi muasir hukmlar bo'lsin masalan. Nurg'ullari mush hadisga asoslanib turib chiqariladi deymiz. Fiqh masalalarning asosi bo'lg'achqa bu hadis shunga bundan bek keng to'xtalmaymiz. Buni shunda tushunib olsanglar bo'ladi. Ham ikkinchilab o'qiydigan hadisimiz bugungi bu o'xshashlar islomdagi hukm chiqarishdagi eng muhim asos bo'lgan hadislarning birisi. Masalan, islomda bir odam meningki tahoviyda pulim bor deb kelsa, qanday hukm qilinadi? Yoki uni haqqim bor deb kelsa, buning qanday hukm qilinadi? Mush hadis shuni qanday hukm qilishni o'rgatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nima dedi? Bu vaqtda bir oldin hadisni o'qiylik. An ibn Abbas radhiyallohu anhuma anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol. Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan naql qilindi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Law yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qawmin wa dima'ahum, walakin al-baynatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara." Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom agar insonlarga o'zlari da'vo qilib kelgan hamma narsa pok surishti qilmay, shohid surishti qilmay bilib beradigan bo'lsa, ba'zi kishilar boshqalarning mollari va jonlari ustida haqqi borligini da'vo qilgan bo'ladi. Islomdagi qoida nima? O'lcham nima? Da'vo qilguvchi, bir narsani iddao qilguvchi dalil keltirishi lozim, inkor qilguvchi qasam qilish lozim dedi. Endi bu hadisni biz sharhlaylik. Qaydigan bo'lsak, Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom iddao qilib kelguvchiga nima dedi? Al-bayyina.
hüccet lazım dedi. Mesela Halid hazır tahavi deminin pulum bağ dedi. Bunun deyimiz ispatınız var mı? Şahidiniz var mı? Yani guahçılığınız var mı? Ondan başka hakkında bir nesiniz var mı deyimiz. Yok dese ikinci katım tahaviye deyilgan gap. O qaysi? Vel yemin ala men enker. Tahavi inkar qildi hazır. Yo'q pulisi yo'q dedi. Hamması mende pulisi yo'q deb qasam qilib deymiz. Alloh bilan qasam. Mende pulisi yo'q dedim o. Onun bundakin hech qanday iddia qilish haq olmaydi. Tugidi da'vo. Ya'ni uninki gardini saqit turdi. Chuqum bir odam iddia qildi ekan, uningga guahchi yoki şahit bo'lishi kerak. Buni agar ichkilab ko'rsak nurg'ulg'a hukm chiqadi. Buni bu shaklda tushunib o'tib ketsak bo'ldi hozircha. Endi bizning bugun o'qigan 3-hadisimiz bo'lsa, eng muhim hadis keldi qamda. O qaysi desanglar, agar mushu hadisga amal qilish bir jamiyatda tashlanib qolsa, jamiyat chiriydi, buziladi. Va shundaqla u jamiyatga Allohning azobi loyiq bo'ladi. Xo'sh, unda bo'lsa bu qandaq bir mesele aldıran biz hadisini okuyla. An Abi Sa'id el-Khudri radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Abi Sa'id el-Khudri radiyallahu anhu naql qilindi. O mundaq dedi. Men Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem'den anladım. Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem mundaq deydi. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sizlarning biringlar bir munkarni, xato ishni, gunoh ishni birini ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgarsin. Fa in lam yastati'. Agar qodir bo'lmasa, fili bilan o'zgarsin. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Agar uningga bu qodir bo'lmasa, qalbi bilan uningga norozi bo'lsin. Ve zalika adaful iman. Qalb bilan narozi bo'lganligi iymonning eng ojiz nuqtasi dedi. Qaraydigan bo'lsak, bu hadis har qanday bir musulmonningki bir xato ishni ko'rsa, gunoh ishni ko'rsa, uni to'sishni bizga tavsiya qiladi. Va shundaqla to'sish yo'llarini bizni ko'rsatadi. Bir jamiyatningki chiriklikdan, axloqsizlikdan xoli bo'lishi uchun yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish bo'lmasa bo'lmaydi. Agar bir jamiyatda yomonlikdan to'sish yo'qolib ketsa, yaxshilikqa buyurish yo'qolib ketsa, u jamiyat chiribli qolmasdan Allohning la'natiga, azobiga loyiq bo'ladi. Mana biz yashayotgan jamiyatda, bo'libmi Yevropa jamiyatida va Turkiya jamiyatida qanday ahvol bor? Boshqalarni yaxshilikqa buyursang bo'ladi. Ammo yomonlikni to'ssang bo'lmaydi. Shundaq bir muhit var. Shuning uchun yaxshilikqa buyurishlar yetmaydi. Chuqum yomonlikdanmi susishimiz kerak. Va shundaqla biz bir munkar bo'lsa, uning qarta hech qanday bir to'smay, yuqorqi hadis deyilgandek, so'z bilan to'smay, qo'limizdan to'smay, qalbimizni norozi bo'lmay, uning hayoti o'zga deb o'tib ketaversak, biz Allohning azobiga loyiq bo'lamiz. Biz his qilmasak, ma yashayotgan jamiyatimizda ana shundaq tarbiya bizga singdirildi. Qarang bo'lmasa, uning hayoti o'zga deb. Bir musulmon unda ishi yo'q. Musulmonlarning hammasi bir kimida, kimi cho'ksa, hamma odam cho'kadi. Musulmonning majburiyati va bir odam xatolashsa, uni to'sish kerak. Chunki u xatolashdi, gunoh qildi degan gap, u o'tga yiqilashdi, do'zaxga yiqilashdi degan gap. Bir odam o'tga yiqilsa, uni to'smamizda to'samiz. Shuning uchun undaq tarbiyaga hargiz aldanmaylik. Biz Allohning azobiga qolamiz agar aldanib qolsak. Chunki Bani Isroillarniki la'nat qilishiga sabab bo'lgan narsani bilamizlar. Bani Isroillar xato ish qilganlarni to'smaydi. O'zlari to'g'rini biladi, ammo xato ish qilganlar bilanmi do'stlab o'taveradi. Choy ichib o'taveradi. Shuning uchun ular Allohning la'nati qilgan. Bu intihani xatarlik bir mesele. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Lu'inellezine keferu min bani İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Zalika bima asaw ve kanu ya'tadun." Bani İsrail'nin kafir bo'lganlarga Davudning ve Meryemning o'g'li İsa'ning tili bilan la'nat qilindi. Bu, ya'ni ularning la'nat kuchirishi, ularning osilik qilganliklari va haddini eshib ketganliklaridan bo'ldi. Qanday osilik qildi? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ular qilgan yomon ishlarni bir-birini to'smaydi. Demak, mana bu shunda yomon ishlarni bir-birimizni to'smaslik, uning hayoti o'zga deb yashayverish, bu bizni Allohning azobi qo'ydi. Undan boshqa Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu munbarning ustiga chiqib turib, Alloh taolaga hamd va sano o'qitib, "Ey mu'minlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Sizlar to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini, ezib ketgini sizlarga ziyon yetkazmaydi" degan bu oyatni o'qiysizlar. Ya'ni sizlar bu oyatni o'qib ba'zi narsalar xato tushunyapsizlar demak Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu bu oyatni ham to'g'ri tushuntirib, holbuki, ya'ni bu oyatning to'g'ri tushunish usuli bo'lsa, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning agar kishilar yomon ishni ko'rib uni to'smasa, pat arada Alloh taolo ularning hammasini umumyuzlik azoblaydi deganlikni anglagan edi vaqtda. Demak, sizlar men azmidim, men to'g'ri yo'lda deb atrofimizning azg'onlarni, xatolikni to'smasak, Allohning azobi hammamizga keladi. Shunga Alloh taolo Qur'on Karimda "Vattaqu fitnatan la tusqibannallazina zalamu minkum khassa." Sizlarning ichinglardan o'ziga zulm qilgan va boshqalarga zulm qilgan zolimlar bilan kupoylanmaydigan, hamma odamga umum bo'lgan Allohning azobidan qo'rqinglar. Bunun için qanday qilishimiz kerak? Atrofimizdagi munkarni o'zimiz saqlash bilan birga boshqalardan uni to'sishimiz kerak. Xo'sh, undan boshqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda "Ya yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'ssizlar. Yoki bo'lmasa, Alloh taolo sizlarning yomonlaringlarni yaxshilaringlarga hukmron qiladi." Ya'ni sizlarning oranglardagi eng nachar, eng yomon odamni birini sizlarning ustinglarga hukmron qilib qo'ydi-da, sizlar Allohga duo qilasizlar, ammo duoyinglar ijobat bo'lmaydi. Ya'ni yaxshilaringlarning duosimi ijobat bo'lmaydi.
Bunda bo'lmaslik uchun qanday qilishimiz kerak? Yomonlikdan tutishimiz kerak, yaxshilikqa kishilarni buyurishimiz kerak. Shundaqla bu boshqalarni yaxshilikqa buyurish deganlik bu tug'digan sadiqa bu. Sadiqa jariya. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda nima dedi? Yaxshilikqa buyurib, yomonlikqa to'sish bir sadiqa dedi. Va shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana bir hadisda bir odam qanday bir odamni yaxshilikqa boshlab qo'ysa, u odam shu yaxshilikni qilsa, u odamga berilgan ajr yaxshilikqa boshlab qo'ygan odamga, o odamning qilgan ajriga berilgan savob kamaytilmasdan unga qanday qilinadi? Beriladi dedi. Demek biz bir yaxshilikni ko'rsatib qo'ydikmi? Shunda bir hadisni yo'ladikmi? Shunda bir xato ishni chekildikmi? U odam qilmay savobga erishgan bo'lsa, shu savobning o'ziga bizim erishimiz. Odamning savobi kamaytilmasdi. Demak, bu bir sadiqa. Şu an qilg'ashimizningki qimmatini bilishimiz kerak. Bunda bo'lsa, yaxshilikni buyurishni bilamiz shunda. Endi yomonlikni qanday to'simiz? Oldin yomonlikni to'sish uchun birinchi bo'lib o'zimiz shu yomonlikni yiroq qilishimiz kerak. Bo'lmasa, Qur'on Karim deganda kabura maqtana indallohi taqulu ma la taf'alun. O'zimiz qilmay turib boshqalarni buyurish bu texmi cho'ng bir gunoh. Oldin o'zimiz shu ishni qilmaymiz. O'zimiz qilmagan bo'lsak shu yomon ishni, boshqalar ko'rgan bo'lsak, uni qo'ldan to'sqili bo'lsa, voy unda qilmang deb u xatolikni shu yerda tizginligida bo'lsa, qo'limiz bilan tizginlaymiz. Xuddi bizning oilamizga o'xshash. Bolalarimiz bir xatolik qildi, masalan. Bunda ishlarda o'zimiz qo'limizdan unga mudaxil qilamiz. Bunda qarab o'tmaymiz, parvo qilmay bunda yashamaymiz. Uni qo'limizdan qanday qilamiz? Darhol tuzatamiz. Qo'limizdan tuzatsak, uning ko'ngli og'riydigan va yoki oramiz buzilib ketadigan yoki qo'limizdan tuzish imkoniyati bo'lmagan ishlar bor. Bunda vaqtda qanday qilamiz? So'zimiz bilan nasihat qilamiz. Ey xaloyiqlar, ey og'aylar, bunda qilmanglar. Men o'tqa yo'linglar xato, men qilganinglar gunoh, bunda qilmanglar deb so'zimiz bilan uni ogohlantiramiz va chiroyli nasihat qilamiz. Qilgan ishning oqibatini uningga eskartamiz. Endi so'zimiz bilan qila olmaydigan bir holatda bo'lsaqchi, masalan, hozir Yevropadagi qarindoshlarimiz ba'zi xato ishlarni so'z bilan to'siolmaydi. Masalan, bachvozlik deymiz masalan shunday, LGBT. Mushuni bir qabiy ish deb demaydi ekan masalan. Unda desa turmush o'slaydi ekan. Qanday qiladi? Ularning hayoti o'zgardi, qalbi bunga og'rishi kerak. Qalbi bunga yig'lashi kerak. Qalbining qattiq norozi bo'lishi kerak. Bu eng tuvan o'lcham. Va shundaqla bu iymonning eng zaif nuqtasi. Agar qalbimiz norozi bo'lmay, endi bular unda qilgan bilan ko'ngil yaxshi. Va yoki bular bunda bir xato ish bo'lgan bilan, uning bir yaxshi tarafi bor deb, bizningki munkarga bo'lgan noroziligimiz yo'qolib ketsa, va shundaqla bizning bu noroziligimizning yo'qolib ketganligini uning bir yana bir yaxshi tarafi bilan yepib o'zimizni aldasak, bizda iymon taraf qiladi, dast ketadi. Qalb bilan norozilikdan gap iymonning qanday taraf ekan bu? Eng ojiz nuqtasi. Qo'l bilan tusash, so'z bilan tusash va shundaqla qalb bilan tusash masalasi har xil shundaqlar bor. Masalan, davlat qo'l bilan to'sadi, shundaqmi? Da'vatchilar so'z bilan to'sadi. Undan boshqa umum xalqlar hamma odam unda aralashib olmay qalb bilan norozi bo'lsa bo'ldi deb shundaqlar bor. Ammo bu imkon bilan aloqador. Qo'limiz bilan tusa olsak, davlat yo'li, shaxs yo'li, uni qo'limizdan to'samiz. So'zimiz bilan o'zgartirsak, so'zimiz bilan to'samiz. Undan qilmasak, iymonning eng ojiz nuqtasini qalbimiz bilan qilamiz. Har bir munkarga hamda bu deb o'tib ketishga qat'iy bo'lmaydi. Munkar. Xatolikni ko'rsa ko'nglimiz yerim bo'lgan holat yo'qolib ketmaslik kerak. Ammo munkarga bu xil hassosiyatimizni, sezgurligimizni yo'qotib olsak, bo'lgan sira munkarmi hech qanday emasdek bilinib qoladi. Bu nihoyat xatarli. Amaliyotda shunda bulab qilyapmiz masalan Turkiyada. Bunu bir uyanışımız gerek. Yollarda kızlarının başlaq manaşı, yağlıq atma manaşı normal iş emas bu. Hazır xuddi normal işe bilinib ketdi bu. Bu haram iş bu. Bu bir munkar iş bu. Ondan başqa nurg'un munkar ishlar bor. Hech bo'lmasa o'z ara bunu bir munkar ekanligini eslatishimiz kerak. Atrofimizda deyishimiz kerak. Farzandlarimizga buningki bir xato ish ekanligini deyishimiz kerak. Hozir televizorlarda masalan xabar ko'ramiz, shunday emas? Butunlay uchiq ayollarning xabarini ko'ramiz. Hech qanday emasdek ko'ramiz, hech qanday bir munkar emasdek. Bu munkar bu. Yalang'ochlik ayollar qarab turib xabar ko'rish, bu munkar bu. Bu bir xatolik. Hamma odam qilgan bo'lsin, dunyodagi bütün odamlar shunday qilib ketgan bo'lsa-mu, o'xshash bir munkar. Şuna bu munkarninki normalleşib qilishni saqlanish uchun hech bo'lmasa uni deb turish kerak. Qalbimizda unga norozi bo'lib turishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zimiz yomonlikni qilmagan va shundaqla yomonlikdan boshqalarni to'sgan, yaxshilikni o'zimiz qilgan va boshqalarga uni boshlagan kishilarning qatoridan qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasul